Ada, nima qilyapsiz? Hamma yog'ingizga sachiryapti-ku. Keling. Yosh bolaga o'xshab sochib yeyishingizni qarang. Nima qilyapsiz, ada? Bir tinch choy icha olamizmi o'zi? Nima? Meni hozir shunga chaqirdingmi? Ha? Siz ham qarang uyingizga olib ketib. Siz ham adezlar-yu, nega faqat men qarashim kerakmi? Jonimga tegdi aka, o'sha yosh boladan battar qilovlar qiladi. Men har kuni ishdaman. Keyin ham ishlaydi. Mana xotining uyda-ku, qaralaring. Aka? Nima aka? Orada mehmonga chaqirib turgan akangni. Faqat muammolarga chaqirmasdan. Qaralaring yaxshi. Don ziki. Don ziki. Don ziki. Yes, men yutdim. Yo, siz g'irrom qildingiz, boshidan o'ynaymiz. Yo'q, men boshqa o'ynayman. Sen yutqazding. Endi sen qaraysan. Yo, boshidan o'ynaymiz, siz g'irrom qildingiz. Men yutdim. Boshqa Ha, o'ynayman. tinchlikmi bolalarim? Nima bo'lyapti? Nimani talashyapsizlar? Qani kelinglarchi bu yoqqa. Qani kelinglarchi. Xo'sh, aka-uka nimani kelisha olmayapsizlar? Ada, siz bilan oyim qariganinglardek, Xo'sh. sizlarni kim boqishini kelisha olmayapmiz. Yangi kiyimingni iflos qotdilarmi? Yo'q, unaqa qilmayaptilar. Lekin sen qilgansan shu ishni. Ey Farruh, bitta yaxshi ma'ruza qiladigan domla yo'qmi tanish? Ha? Tinchlik? Ha, tinchlik. Shu odamlarni ko'rsatib, bitta yaxshi nasihat qildirib qo'yim deyapman-da. Tushunmadim. Domla nima sanadinglar nasihat qilish kerak? Oxirgi payt inju bo'lib qolganlar-da. Uni qilma, buni qilma deganlari degan. O'zidan o'zi nevaralarini oldida meni urishyaptilar. Gap ko'tara olmaydigan bo'lib qolganlar. Shunga bitta yaxshiroq domla topib, nasihat qildirib qo'yim deyotgandim-da. Mashinani qachon olding? Ha, 1 yil bo'ldi, bilasan-ku. O'zing olmading? Adam olib berganlar. Tushunarli. O'qishingni kontraktlarni kim to'lagan edi? Adam? Ha. Anu hammadan zo'r qilib to'yini ham qilib bergan adinglar-yu, to'g'rimi? Adam qilib berganlar, tinchlik. Shunaqa ekan, tenga mashina berib qo'ygan bo'lsalar, eng yaxshi o'qishlarda o'qitgan bo'lsalar, seni oilali qilib qo'ygan bo'lsalar, keksa paytlardagi ozgina injurliklarni ko'tara olmayapsanmi, nomard? Shunchalik nima qotdilar-deng? Injurlik qilib. Sizinga o'tirib olib, yangi kiyimingni iflos qotdilarmi? Yo'q, unaqa qilmayaptilar. Lekin sen qilgansan shu ishni. Adang ishdan charchab kelgan paytlarda sizlarga o'tirib olib, ishtoningni qo'llab qo'ygan payting, kulib, mana baraka deb onanglar seni qaytarib bergan. Ko'chadagi biron kimni topib, o'g'limga nasihat qilib qo'y, ishtonni qo'llab qo'yapti demaganlar. Bu qaytardim yo, esingdan chiqib qolmasin.